2-3 yanvarga o'tar kechasi Amerikaning maxsus Delta Force kuchlari Venesuela prezidenti va uni rafiqasini bir necha soat ichida Amerikaga o'g'irlab ketishdi. Tasavvur qilasizlarmi, 21-asrda biror davlat prezidentini boshqa davlat sud qilish uchun o'g'irlab ketishi, bunaqa voqealarni dunyo 30-40 yildan beri ko'rmayotgan edi. BMT nizomlari, xalqaro konvensiyalar, xalqaro huquq yo'q, bir tiyin. Amerika o'zini xuddi maktabdagi birinchi paxandek tutyapti. Nimaga bu bolani urding desa, chunki o'zi to'polon qildi. O'qituvchiga desa bo'lmaydimi shuni? Yo'q. O'zim hal qilaman. Nimaga? Chunki kuchim yetadi. Mustaqil davlat, uni suvereniteti. Yo'q, hammasi kuch bilan hal qilinishi kerak. Bilasizlarmi, qoidalar har doimgidek kuchsiz davlatlar uchun. Kuchli davlatlar bo'lsa, uni o'zgartirishadi yoki boshqatdan o'z qoidalarini o'rnatishadi. Lekin boshqa tarafdan Maduro nimada ayblanayotgan edi? Narkotrafik nazorati, narkokartel bilan kelishib ishlash, umuman narkotiklarga oid hamma jinoyatlar va qo'shimchasiga terrorizm chakkimasa, undan ham biri. Maduro davrida Venesuela xalqi haqiqiy qashshoqqa aylanib, davlat ultra mega super inflyatsiyani boshdan kechirdi. Ya'ni bozorlarda Venesuelada pullarni sanashmaydi, shunchaki tarozlarda o'lchashi. Kilolab o'lchab, uni o'rniga sizga mahsulot berishadi. Mana shu voqealarning hammasi aynan Maduro davrida bo'lyapti. Bekorga Nicolas Maduroni olib ketishgandan keyin butun dunyoda Venesuelaliklar bayram qilayotgan videolari internetda tarqalmayapti. Xo'sh, shunda Amerika shunaqa qonxo'r diktatordan Venesuelani qutqarib to'g'ri ish qildimi? Bilasizlarmi, o'rtoqlar, bunaqa voqealarni gapirib berayotganda kontekst juda ham muhim. Aynan Venesuela hikoyasini ko'pchilik bilasizlarmi, bir tomonlama yoritishadi. Hamma bilish kerak bo'lgan gaplar bo'lsa, har doimgidek gapirilmaydi. Bugun ko'rsatuvda Venesuelani juda ham ko'pchilik bilmaydigan va gapirmaydigan haqiqatlari haqida gaplashamiz. Do'stlar, bu meni ikkinchi kanalim. Bu yerda turli xil formatlardagi videolar, fikrlarim, tahlillar, podkastlar, intervyular va yana boshqa ko'plab eksperimental janrlar chiqadi. O'shaning uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki YouTube algoritmlari bu videoni o'shanda ko'proq odamlarga ko'rsatadi va albatta kanalimizni so'm bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi tirikchilik havolasi orqali o'tib, istalgan summani bizga yuborishingiz mumkin. Biza bo'lsa, boshladik. Bilasizlarmi, Venesuela butun dunyoga madaniyati, insonlari, tarixiy obidalari yoki tansiq taomlari bilan tanilmagan. Yo'q. Bu davlat doim inson ongida neft, inqiroz, muammolar, qashshoqlik va jinoyat bilan assotsiatsiya qilgan. Va bekorga emas. Haqiqatdan Venesuela doimiy ravishda dunyodagi eng xavfli davlatlar ro'yxatiga kiradi. Narkokartel, jinoyat, o'limlar, xuddi Braziliyadagi favelaga o'xshagan trushshobalar. Bularning hammasi Venesuelada haligacha bor. Super inflyatsiya haqida gapirmasa ham bo'ladi. Menimcha butun dunyoga tarqalib ketgan o'sha mashhur rasmlarni siz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni necha kilogramm Venesuela bolivariga qanaqa mahsulot berishligi. Ya'ni aytaylik 2-3 kilogramm bolivarga siz 1 kilogina tovuq go'sht olishingiz mumkin. Yoki bir dona hojatxona qog'ozini oladigan pullarni evaziga o'sha pullarni o'ziga artinib qo'yishingiz arzonroq tushadi. Ya'ni shunaqa darajadagi inqiroz aynan Venesuelada biz yashab turgan paytda bo'lib kelyapti. Dahshatli darajadagi korrupsiyani gapirmasa ham bo'ladi. Lotin Amerikasida Venesuela birinchi o'rinda turadi korrupsiya bo'yicha. O'qituvchi va tibbiyot xodimlarining oyligi 20-30 dollar. Tasavvur qiling, oylik 20-30 dollar 21-asrda biz yashab turgan paytda. Mana shu Venesueladagi real vaziyat, shu darajadagi chuqur inqiroz va gumanitar fojia. Xo'sh, hammasiga o'sha Hugo Chavez boshlagan populistik siyosat u Nicolas Maduro davom ettirgan avtokratik rejim aybdormi yoki bu yerda boshqa hech kim gapirmaydigan faktorlar ham bormi? Bilasizlarmi, Venesuelada tug'ilib o'sgan tarixchi Miguel Salas'a shunaqa iqtibosi bor. Venezuela's story cannot be told without understanding the power of those who shaped it from outside. Ya'ni Venezuela hikoyasini uni shakllantirgan tashqi kuchli haqida gapirmasdan turib aytib bo'lmaydi. Ya'ni tushunasizlar, tarixchi bizga nimagadir shama qo'ydi. Venesuela o'zidan o'zi bunaqa bo'lib qolmagandir, balki tashqaridan unga doimiy tarzda ta'sir qilgan kuchlar haqida ham gapirishimiz kerakdir degan fikrlarni oldinga suryapti.
Venesuela ham xuddi boshqa Lotin Amerikasi davlatlari kabi kolonial tarixga ega. Klassika 16-asr boshlarida ispanlar bu Lotin Amerikasi qirg'og'idagi onasi o'pmagan yerlarni topib olishadi va undan qanaqa foyda olish mumkinligini aniqlashni boshlashadi. Unda olib qarashsa, o'sha payt uchun juda ham zo'r foyda olib keladigan marvarid bor, kakao, shakar qamish eksionadi. Xullas, ancha-muncha resurslar tortsa bo'ladigan yerlar. Aytgancha, aynan kakao o'sha payt uchun Venesuelani nefti bo'lgan. Ya'ni kakao ustiga o'sha paytdagi Venesuela iqtisodiyoti qurilgan. Xuddi Braziliyaga kofe qanaqa iqtisodiyotini ko'tarib bergan bo'lsa, Venesuela uchun kakao xuddi shunaqa iqtisodiyotini o'sha paytda ko'tarib bergan. Endi bitta narsani tushunishimiz kerak-da. Kolonizatorlar hech qachon bosayotgan yerlari haqida o'ylashmaydi. O'tda rivojlantirish, o'tda qanaqadir yaxshiroq muhit yaratish yo'q. Shunchaki resurslarni maksimal tarzda o'zlariga o'zlashtirib olish va o'sha joylarni siqib suvini ichish, undan boshqa narsa emas. Ispanlar ham Venesuela yerlaridan maksimal foyda olish uchun o'tdagi o'sha kakao, shakar qamish plantatsiyalarida maksimal resurslarni o'zlashtirish uchun Afrikadan minglab qullarni ishlatishga olib kelishadi. Nimadir eslatmayaptimi? Braziliya haqida ko'rsatuvimizni ko'rganlar aniq eslashadi. Braziliyada ham xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Ya'ni bu ma'noda Braziliya va Venesuela tarixi juda ham o'xshash. Chunki o'tga ham juda ham ko'p minglab, yuz minglab, millionlab qullar plantatsiyalarda ishlash uchun olib kelingan. Venesuelada ham xuddi shu holat takrorlangan. Lekin Venesuelani bosib olgan ispanlar jamiyatda juda ham qat'iy iyerarxiya o'rnatishgan. Ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, jamiyatda hammani o'zini o'rnini ko'rsatib qo'yishganda, misol uchun, Ispaniyada tug'ilgan ispanlar eng yuqori nima desa bo'ladi, qatlam, oq suyaklar hisoblangan. Venesuelada tug'ilgan ispanlar bitta pastroq qatlam, lekin baribir hurmatga sazovor insonlar. 3-o'rinda turadiganlar bu o'sha aralash qonlar, ya'ni Afrika bilan Yevropalik chatishgan yoki qabilalar bilan Afrikalik chatishgan. Mana shu aralash qatlam bu 3-qatlam bo'lgan, ya'ni oddiy xalq, shu 70% Venesuelada yashaydigan oddiy xalq. Eng quyi qatlam bo'lsa, o'sha ispanlar Venesuelani bosib olishidan oldin o'sha yerda yashab kelgan qabilalar va Afrikadan olib kelingan qullar. Ya'ni ironiyani qarangki, Venesuelani asl egalari eng oxirgi qatlam bo'lib qolishgan. Va bilasizlarmi, o'sha paytda o'rnatilgan tengsizlik, ispanlar tomonidan o'rnatilgan tengsizlik haligacha saqlanib qolgan. Venesuelada ham xuddi Braziliyaga o'xshab favelalar bor, lekin ularni favela emas, balki barriolar deyshadi. Shunaqa barriolarda haligacha odamlar yashaydi. O'shaning uchun ham bu narsani isbotini hozir ko'rish uchun Venesuela poytaxti Caracasga qarasangiz, Caracasda barriolar va baland, hashamatli, chiroyli binolar bitta joyda, bitta tumanda, bitta mavzeda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu xuddi Braziliyaga o'xshab juda ham kontrastli davlat. Venesuela yerlarida qora suyuqlik borligini ispanlar endi bosib olgan paytda ham bilishgan, lekin u paytda o'zi hali insoniyat neftni potensiali haqida tasavvurga ega bo'lmagan. 19-asr oxirida butun o'sha insonlar neftni qanaqa, nima potensiali borligi, undan nimalar olish mumkinligini aniqlashgandan keyin, ana o'shandan keyin butun dunyoda neft vasvasasi boshlangan. Venesuela uchun hammasi 1922-yilda o'zgargan. Chunki aynan o'sha sanada Maracaibo ko'lidagi La Rosa neft konidan 122 metr balandligiga neft bosim bilan otilib chiqqan, kuniga 100 ming barrel neft. Bu o'sha paytdagi Venesuela uchun, umuman dunyo uchun ham juda ham ko'pdan yana sal ko'proq bo'lgan. Mana shu voqea hammasini o'zgartirgan. Va endi Venesuela tarixi aniq ikkiga bo'lingan edi. Neftgacha va neftdan keyin. Tushunishingiz uchun, Venesuelada shunchaki neft aniqlanmadi, yo'q. Venesuelada dunyodagi eng ko'p neft zaxiralari aniqlandi. Hattoki o'sha chegaralari Kaliningraddan to Kamchatkagacha bo'lgan Rossiya kabi ulkan neftinoy gigantda ham uni neftlari Venesuelanikidan 4 baravar kam. Tasavvur qiling. Nihoyat yillar davomida qashshoqlikda yashagan Venesuela xalq ko'ksiga shamol tegan edi. Chunki hukumat neftdan kelayotgan milliardlab pullarni qishloq xo'jaligi, infratuzilma, meditsina ishlab chiqarishga tikib, dunyodagi eng boy badavlat davlatlardan biriga aylangan edi degan muvaffaqiyat hikoyasini bajonida sizlarga aytib bergan bo'lardim, lekin bu ertadan boshqa hech narsa emas. Chunki real hayotda hammasi xuddi shuni teskarisi bo'lgan edi. Chunki
neft aniqlandi degani bo'ldi, uni yer qa'ridan tortib chiqarib ishlab turasiz degani emas. Yo'q, chunki bu og'ir neft. Uni birinchi navbatda nima qilish kerak? Albatta qayta ishlash kerak. Qayta ishlash uchun bo'lsa, yaxshi mutaxassislar va yuqori texnologiyalar, qimmat texnologiyalar kerak. U paytda bo'lsa Venesuelada tabiiyki na texnologiyalar, na mutaxassislar bo'lgan. Va bu muammoni hal qilish uchun birinchi bo'lib kim yordam qo'lini cho'zgan deb o'ylaysiz? Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya. Standard Oil va Shell kompaniyalari Venesuela neftini qayta ishlash vazifasini o'z zimmalariga olishadi. Standard Oil kompaniyasi kimga tegishliligini bilasizmi? Dunyodagi, insoniyat tarixidagi eng boy badavlat inson John Rockefellerga. Lekin bu korporatsiyalar shunchaki Venesuela neftini qayta ishlab berishmagan. Yo'q, balki neftni egasiga aylanib olishgan. Dialog taxminan quyidagicha bo'lgan. Sizlar neftni qayta ishlashni bilasizlarmi? Yo'q. Uni qayta ishlash uchun kerak bo'ladigan mutaxassislar, reagentlar, texnologiyalar sizlarda bormi? U ham yo'q. Kelinglar, boshinglarni ortmaydi. Bizga hamma huquqlarni beringlar. Biz Venesuela yeridagi hamma neft zaxiralarini o'zimiz razvedka qilib, aniqlab, o'zimiz yer tagidan qayta chiqarib olib, qayta ishlab, sizlarga mo'maygina soliqlar va konsessiyalar to'lab boramiz. Ya'ni korporatsiyalar bu narsalarni shunaqa qilib ko'rsatishganki, Venesuela hukumati uchun u paytda bu mantiqiy to'g'ri va foyda olib keladigan qarodek tuyulgan. Amalda bo'lsa, kelishuv tom ma'noda 80 ga 20 bo'lgan. Tasavvur qiling, 80% foyda korporatsiyalar cho'ntagiga ketyapti, 20% foyda bo'lsa o'sha neft egalariga. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Nahotki Venesuela hukumati bu yaqqol nohaq kelishuvga shunchaki chidab yashagan. Birinchidan, bunaqa kelishuvlar juda ham uzoq muddatga tuzilgan, ya'ni 50 yil, 60 yilga tuzilgan va undan ham biri korporatsiyalar hukumat bilan juda ham yaxshi aloqani o'rnatib olishgan, korrupsiya, sovg'a salomlar, unga pora, bunga pora, ya'ni qaysidir ma'noda korporatsiyalar hukumatni og'zini pul bilan yopishgan. Neft korporatsiyalari Venesuelada qanchalik bemalol ishlaganini tushunishingiz uchun bunaqa korporatsiyalar konlarning atrofida butun boshli shaharlar qurishgan, ya'ni oil camps. Unaqa oil campslarda Amerikadan, Buyuk Britaniyadan va boshqa xorijdan kelgan mutaxassislar, ularning oila a'zolari, ularning farzandlari yashagan va u yerda hattoki amerikancha bog'cha, ularning farzandlari uchun maktab, kinoteatr, do'konlar, ular iste'mol qiladigan hamma mahsulotlar Amerikadan kelgan import mahsulotlar. Ya'ni bu Venesuelaning ichidagi kichkina Amerikachalar bo'lgan va u yerda hukumatning gapi umuman o'tmagan. Bu oil campslarni faqatgina korporatsiyalarning o'zigina nazorat qilgan, ya'ni u yerda oil campslarning ichida nima bo'lyapti, u yerda qanaqa qonun qoida o'rnatilgan, u narsaga Venesuela hukumati umuman aralasha olmagan. Tasavvur qiling. Bunaqa neft lagerlari ikkita zonaga ajratilgan bo'lgan, White Zone va Native Zone. White Zone'da o'sha xorijdan kelgan oqsiya mutaxassislar bo'lsa, Native Zone'da Venesuelalik qora ishchilar. O'zi tushunsizlar, jamiyatni o'zi ispanlar tomonidan bo'lib tashalgan edi va bu yerda korporatsiyalarga bu bo'linish yanada kuchayib ketgan. Va endi bizda neftni to'liq nazorat qiladigan o'sha Amerika, Buyuk Britaniyadan kelgan oqsiya mutaxassislar bor. Bu yerda Venesuela hukumati to'liq o'sha oq tanli venesuelaliklar nazorat ostida, ya'ni ispan qoni bor venesuelaliklar nazorat ostida va oddiy xalq o'sha aralash Afrika, Yevropalik bilan chatishgan o'sha aralash insonlar. Unaqa insonlarning hayotini neft umuman o'zgartirmagan. Umuman yaxshilamagan. Mana shu joyda miyani absolyut portlatib yuboradigan ma'lumot 1950-yilga kelib Venesuela dunyodagi eng boy davlatlardan biriga aylanadi. Yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga hisoblaganda $7400. Bu ko'rsatkich bo'yicha o'sha yillarda Venesuela tushunishingiz uchun AQSh, Yangi Zelandiya, Shveysariyadan keyingi 4-o'rinda bo'lgan. Ya'ni qachonlardir Venesuela dunyodagi 4-eng boy davlat bo'lgan. Ya'ni aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni taqsimlaganda. Ya'ni buni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulot bu biror bir davlatda bir yil davomida ishlab topgan pulni o'sha yerdagi aholiga bo'lib yorganda har bir aholiga necha puldan pul tushishida, o'sha paytda $7400. Bu u payt uchun juda ham katta pul bo'lgan, chunki AQSh yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga o'sha paytda $9500 bo'lgan. Ya'ni tushunyapsiz, dunyodagi 4-eng boy mamlakat. Lekin real hayotda super tengsizlik emasmi? Aslida kimdir $70,000 topsa bir yilda, boshqa odam $1000 ham topmagan. Shunchaki ularning o'rta arifmetik qiymati katta ko'ringan xolos. Ya'ni Venesuela qog'ozda, statistikadagina boy bo'lgan.
lekin real hayotdagi o'sha 70% aholi qanaqa yashagan bo'lsa, xuddi shunaqa yashab ko'rgan. Ya'ni tushunyapsiz, Venesuela o'sha paytda dunyodagi eng boy davlatlardan biriga aylangan. Lekin Venesuelalik uchun emas. Neft faqat hukumat tepasidagi elita va korporatsiyalarni boy qilgan xolos. Sxemani yana bir marta qaytaramiz. Korporatsiyalar neftni boshqargan, neft hukumatni boqqan, shuning uchun ham hukumat korporatsiyalarni himoya qilgan. Oddiy xalq bo'lsa, shunchaki chetda turib statistikani tomosha qilgan. Venesuelada 10 yillab davom etgan korporatsiyalar hukmronligidan keyin nihoyat Venesuela neftni mahalliylashtiradi. Ya'ni korporatsiyalarni chiqarib yorib, o'zini milliy neft kompaniyasiga asos soladi. Lekin bu yerda bitta juda ham muhim nyuans bor. Korporatsiyalar chiqib ketdi degani, undagi mutaxassislar, bosh menejerlar, ishchilar chiqib ketdi degani emas. Chunki tasavvur qiling, eng asosiy miyalar ketib qolsa, ish shunchaki to'xtab qolardi. Ya'ni neft qayta ishlash to'xtab qolardi. O'shaning uchun ham miyalarni Venesuela qo'yib yubora olmas edi. Korporatsiyalar, logotiplar chiqib ketgan, lekin mutaxassislar neftni elita qatnami baribir Venesuelada qolgan. Ana aytadi-yu, qorni och odamga yordam bermoqchi bo'lsang, unga baliq emas, qarmoq ber. U o'zini boqib oladi. Amerika bo'lsa, Venesuelaga qarmoqni hech qachon bermagan. Lekin endi eng asosiysi, shu qora oltindan kelayotgan asosiy foyda korporatsiyalarga London yoki Nyu-Yorkdagi hisob raqamlarga chiqib ketmagan, balki hukumatning o'zida, g'aznada qolgan. Mana endi savol, mana shundan keyin Venesuela rivojlanib ketdimi? Afsuski yo'q. Chunki u paytgacha hukumat allaqachon korrupsiya botqog'iga botib bo'lgan edi. Ya'ni oldin asosiy foydani korporatsiyalar olib ketgan bo'lsa, endi neftdan keladigan asosiy foydani o'sha ko'zi och amaldorlar bir-birini orasida taqsimlab olishgan xolos. Davlat byudjetiga borib tushadigan neft pullarini bo'lsa, o'sha paytda ta'limga, meditsinaga, ishlab chiqarishga, qishloq xo'jaligiga tikish o'rniga shunchaki hashamatli imoratlar, yo'llar, qanaqadir infratuzilma, unga pora, bunga pora, harbiy bazalar, ya'ni kelajakda umuman qaytmaydigan investitsiyalar qilishni boshlashgan va eng katta xato faqat va faqat importga tayanib qolishgan. Ya'ni hamma narsa import qilinardi u paytda Venesuelaga. Ya'ni hech narsani deyarli o'zi ishlab chiqarmas edi. Bu tasavvur qiling, mana bunaqa o'xshatib qilsak bo'ladi. Bitta inson butun umri davomida qashshoqlikda yashaganda, lekin birdaniga uyni yerto'lasidan 1 tonna oltin topib oldi. Ya'ni u oltinni endi u nimaga ishlatadi? Ta'limiga, sog'lig'iga, rivojlanishiga, kelajagiga emas-da, balki shunchaki yeb, ichib, kiyinib, shunchaki sarflab tashlaydi pullarni. Davlat ham, Venesuela davlati ham xuddi shu ishni qilgan. Hech nima ishlab chiqarmagan, kelajagiga investitsiya qilmagan, faqat hozir yeymiz, bo'ldi. Endi tasavvur qiling, neftdan pul kelayotgan paytda, okey, siz import qilasiz, o'sha narsalarni yeb, iste'mol qilib, kiyim import qilasizmi, ovqat import qilasizmi, muammo sezilmaydi. Lekin neft narxlari tushib, inqiroz bo'lsa-chi, unda nima qilasiz? Ya'ni tushunyapsiz, Venesuela iqtisodiyoti to'liq neftga o'tirib qolgan. Iqtisodchilar buni yana neft dietasi deb atashgan, ya'ni Venesuela neft dietasida yashayapti. Faqat import narsalarni iste'mol qilyapti. Hukumatda loyalli neft pullariga sotib olinyapti. Oddiy xalq bo'lsa rivojlanish illyuziyasida yashayapti degan ma'noda. Oil created wealth for the few, illusion for the many and the dependency for everyone. Neft ozchilikka boylik, ko'pchilikka illyuziya va hammaga qaramlik berdi. Ya'ni Venesuela hukumati ko'r-ko'rona neftga ishonardi. Oldi orqasiga qaramasdan xarajatlar qilardi va hattoki qo'rqmasdan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan konfrontatsiyaga kirisha boshlagan. Bunga ishonish qiyin, lekin 2006-yil Nyu-Yorkda bo'lgan BMT bosh assambleyasida o'sha paytdagi prezident Hugo Chavez Jorj Bushni ochiqchasiga minbardan turib shayton deb atagan. Yesterday the devil came here. Right here. yilda Venesuelaga birinchi oq tanli bo'lmagan prezident saylanadi. Tasavvur qiling, shuncha paytdan beri Ispaniya qoni bor prezidentlar saylanib kelgan bo'lsa, 1999-yilda go'yoki xalqi nomidan chiqqan, xalqqa ichidagi gaplarni topib gapiradigan, Amerikaga qarshi siyosat yurg'izadigan, Amerikani shu Jorj Bushni shayton deb atagan, mana shunaqa bir nima bo'ladi, qahramon, xalq ichidagi qahramon chiqqandek bo'ladi. Ya'ni Venesuela xalqiga shunaqa tuyuladi. Chunki Hugo Chavez shu paytda juda ham katta masshtabli
ijtimoiy loyihalarga pul to'kardi, oyliklarni oshirardi, jamiyatda past qatlamlarga ko'proq e'tibor berardi. Lekin muammo shunda ediki, bularning hammasi xuddi o'sha neft pullariga amalga oshirilgan. Ya'ni Hugo Chavez Venesuelani neftdan qaramlikdan qutqarmagan. Chavez neft narxlari abadiy turishiga, ular hech qachon tushmasligiga ich-ichidan ishongan. Lekin albatta u adashgan edi. Neft narxlari tushgandan keyin Venesuela iqtisodiyoti xuddi o'sha kartadan qurilgan uylar kabi sochilib ketadi. Endi tasavvur qiling, neft narxlari tushgan, hamma yoq qarz, iqtisodiyot krizisda, bu yerda Amerika Venesuela neftiga qarshi sanksiyalar qo'yib yotibdi. Ziddiyat sababli o'sha neft qayta ishlash korxonalarida amerikalik mutaxassislik ketib qolgan. Bu nima degani? Bu degani neft qayta ishlash obyomlari ham tushib ketgan. Vaziyat shu darajaga boradiki, 2019-yilda Venesuela Xitoyga shunchaki xom, ya'ni og'ir neftni sotib o'tirgan. Hattoki o'zini aholisi uchun neftni benzinga qayta ishlab, aholiga benzin yetkazib bera olmagan. Tasavvur qiling, odamlar benzin kolonkalarda, zapravkalarda soatlab, kunlab benzin uchun navbatlarda turishgan. Dunyodagi neft zaxirasi eng ko'p bo'lgan davlat, neft ustida yashaydigan aholi benzin ola olmagan, 1 litr benzinga zor bo'lgan. Bularning hammasi yaqin kelajak 2019-20-yillarda bo'layotgan voqealar. Mana shunda hammasi ayon bo'ldi. Qora oltin bu davlatni hech qachon boy qilmagan, balki shunchaki kambag'alligini maskirovka qilgan, ya'ni bekitgan. Aynan shuning uchun neft Venesuelani la'nati hisoblanadi. Ya'ni tushunyapsiz, Hugo Chavez boshlagan populistik siyosat, uni keyin davom ettirgan avtokratik rejim tuzgan Nicolas Maduroni rejimi bu fojiani sababchisi emas, balki uni oqibatlari. Agar bularning o'rnida boshqa odamlar bo'lganda ham taxminan shunaqa siyosat yuritgan bo'lardi. Ya'ni bu odamlar fojiani asosiy sababchilari emas. Tashqi kuchlar Venesuelani o'zi shundoqqina jar oldiga olib kelib qo'ygan. Venesuela shunchaki u jarlikdan tushib ketdi. Birinchi ispanlar jamiyatni bir nechta kastalarga bo'lib tashlab, umuman birlasha olmaydigan millat paydo qilishdi. Keyin korporatsiyalar kelib Venesuelani shundoqqina neft ignasiga o'tkazib qo'yishdi. Hukumatda korrupsiya botqog'iga botishiga juda ham katta hissa qo'shib berishdi. Ana endi o'zligi, ya'ni Amerikani o'zi yaratgan tizim qulagandan keyin qonxo'r diktatorlar shu vertolyotlarda kelib ayoli bilan olib ketishdi. Lekin tarixdan farqli o'laroq endi siyosatchilar ochiqchasiga gapirishyapti. Har holda Donald Trump bu narsani ochiqchasiga aytmoqda, ya'ni biz Venesuelaga neftiga ega chiqish uchun bordik. Kuchli davlatlar doim kuchsiz davlatlarni mana shunaqa o'yin maydonchalariga aylantirishadi va bu biz yashab turgan dunyoni juda ham achchiq haqiqati. Ko'ryapsizmi? Muammo bitta odam, bitta diktatorda emas-da. Bu yillab tuzilgan mana shunaqa tizim. O'shaning uchun ham Venesuelada tug'ilib o'sgan tarixchi bekorga bu jumlalarni qayta va qayta aytmaganda, Venesuela tarixini uni tashqaridan shakllantirgan kuchlar haqida gapirmasdan turib aytib bo'lmaydi deb bu tarixchi ko'p takrorlamagan. Nimaga? Chunki unga alam qilgan. Venesuelani har doim shu o'zini yog'iga o'zi qo'rilib yuradigan, o'ziga o'zi muammo orttirgan, shunchaki diktator o'tdi, hayotni yomon qilib qo'ygan, qashshoqlik paydo qilgan, davlatdek ko'rsatib qo'yishgan. Ya'ni umuman dunyoda ham Venesuela shunaqa reputatsiyaga ega davlatdek bo'lib qolgani unga alam qilgan. Chunki uni o'zi tug'ilib o'sgan vatanida. Video agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, izohlarda o'zingizni konstruktiv fikrlaringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa bunaqa mavzudagi videolar hali xudo xolasa ko'p chiqarishga harakat qilamiz va kanalni so'm bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi tirikchilik havolasiga o'tib, bizga istalgan summani yuborishingiz mumkin. Rahmat.